Sizlar bilan bugun biz if operatori haqida o'rganamiz. Dastlab 6-darsdagi loyihani ochib olamiz. File menyusidan Open bandi orqali dastur 6 solution faylini ochib olamiz. Ushbu dastur avtomobil tezligini va ushbu tezlik bilan harakatlanish vaqti berilganda yo'lni topuvchi dastur hisoblanadi. Keling ishlatib ko'ramiz. Dastur bizdan avtomobil tezligini kiritishni kutyapti. Faraz qilaylik 60 km/soat tezlik bilan 8 soat harakatlansin. U holda avtomobil qancha yo'l bosib o'tadi? Enter klavishini bosadigan bo'lsam, avtomobilning bosib o'tgan yo'li 480 km ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keling, shu dasturga biroz o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni, Gulistondan Toshkentgacha bo'lgan masofa 115 km. Va avtomobil shu masofani bosib o'tganmi yoki yo'qmi? Ya'ni, avtomobil Gulistondan harakat boshlagan bo'lsa, Toshkentga yetib bora oldimi yoki yo'qmi? Shuni aniqlovchi dastur tuzib ko'ramiz. Ushbu dasturni yaratishimiz uchun biz albatta if operatori bilan tanish bo'lishimiz kerak. If operatori tarmoqlanuvchi dasturlar tuzishda yordam beradi. If kal so'zi bilan boshlanadi. Qaos ichida mantiqiy ifoda yoki taqqoslash operatorlardan iborat ifoda bo'lishi mumkin. Misol uchun 8 katta bo'lsin 2 dan. U holda figurali qauslar ichida operator yozishimiz kerak yoki operatorlar ketma-ketligini. Agarda if kal so'zidan so'ng taqqoslash operatori qatnashgan ifodaning qiymati rost bo'lsa, u holda figurali qaus ichidagi operatorlarning barchasi bajariladi. Aksincha, if kal so'zdan keyin ifodaning natijasi false, ya'ni yolg'on bo'lsa, u holda figurali qaus ichidagi operatorlardan hech qaysi biri bajarilmaydi. Ushbu holatda dasturni ishlatib ko'raman. Tezlikni kiritamiz. 20 km/soat tezlik bilan 3 soat davomida harakatlansa, avtomobil 60 km yo'l bosib o'tadi ekan va 2 dan 8 katta yozuv ko'rinyapti. Ushbu yozuvning chiqishining asosiy sababi ifdan keyingi kelayotgan ifodaning natijasi rost, true ekanligida. Aksincha, bu ifoda false qiymat qabul qilganda edi, u holda 30 km/soat tezlik bilan 5 soat davomida avtomobil harakatlansa, 150 km yo'l bosib o'tadi va hech qanday yozuv ko'rinmadi. Chunki taqqoslash operatori qatnashgan ifodaning natijasi false. Dasturni to'g'rilaymiz. Dastlab 6-qatorda write line ko'rinishida yozib qo'yaman operatorda. Ya'ni avtomobil bosib o'tilgan masofa chiqqandan so'ng enter tashlab yuborsin. If agar avtomobilning bosib o'tgan yo'li Gulistondan Toshkentgacha bo'lgan masofa 115 km dan katta bo'lsa yoki teng bo'lsa, u holda ekranga chiqarsin. Dasturni ishlatib ko'ramiz. 30 km/soat tezlik bilan 5 soat harakatlansak, avtomobilning bosib o'tgan yo'li 150 km va siz Toshkentga yetib keldingiz ko'rishdagi yozuv chiqyapti. Nega? Chunki bosib o'tilgan yo'l 115 km dan katta. Aksincha bo'lsa-chi, 50 km/soat tezlik bilan 2 soat harakatlansak, u holda ko'rib turganingizdek, avtomobilning bosib o'tgan yo'li 100 va siz Toshkentga yetib keldingiz ko'rinishidagi xabar chiqmadi. If operatorining ikkinchi qismi ham mavjud bo'lib, else. If operatorining sharti rost bo'lsa, ya'ni true bo'lsa, birinchi figurali qaus ichidagi blok ishga tushadi. Aksincha false natija qaytarsa,
else kalit so'zdan so'ng ikkinchi figurali qaus ichidagi blok ishga tushadi. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Faraz qilaylik 30 km/soat tezlik bilan 3 soat davomida harakatlandi. Natijada avtomobilning bosib o'tgan yo'li 90 km va siz hali Gulistondasiz ko'rinishidagi yozuv namoyon bo'lyapti. Demak, if operatoriga to'xtaladigan bo'lsak, if kalit so'zdan so'ng albatta shart kelishi kerak va shart hamisha mantiqiy qiymat qaytarishi kerak. Ya'ni 6 + 9 bu shart bo'la olmaydi. Ya'ni buning natijasi int. 6 + 9 yarim ham bo'la olmaydi. Chunki buning natijasi double. Ammo 6 katta 2 dan yoki 3 dan deb yozishim mumkin. Chunki bu ifodaning natijasi mantiqiy bool tipida. Xuddi shuningdek, nafaqat taqqoslash operatoridan, balki taqqoslash operatorlaridan bir necha marotaba ishlatishim ham mumkin ekan. Faraz qilaylik, avtomobil 250 km dan oshiq yursa, Toshkent hududidan chiqib ketsin. U holda dastur qanday ko'rinishga keladi? If s 115 dan katta bo'lsa va operatori s kichkina bo'lsa 250 dan, u holda, ya'ni Toshkent hududi ichida bo'lsa, siz Toshkentga yetib keldingiz ko'rinishidagi yozuv. Aks holda siz hali Gulistondasiz ko'rinishidagi yozuv. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsak, faraz qilaylik 50 km/soat tezlik bilan 4 soat harakatlandim va avtomobilning bosib o'tgan yo'li 200 va siz Toshkentga yetib keldingiz ko'rinishidagi yozuv chiqyapti. Dasturni qaytadan ishlatib ko'raman va bu safar 60 km/soat tezlik bilan 6 soat davomida harakatlansin. U holda avtomobilning bosib o'tgan yo'li 360, ammo siz hali Gulistondasiz ko'rinishidagi yozuv ko'rinyapti. Nega? Chunki agarda s ning qiymati 360 ga teng bo'layotgan bo'lsa, u holda ushbu ifodamiz chap tomoni rost, o'ng tomoni yolg'on ko'rinishga keladi va umumiy natija, ya'ni end mantiqiy operatori qachon rost bo'ladi? Qachonki ikkita chap va o'ng tomonlar rost bo'lgandagina rost. Qolgan barcha holatlarda yolg'on qiymat qaytaradi. Natija false. Va shu tufayli ikkinchi operatorlar blogi ishga tushyapti. Ya'ni 360 km bosib o'tishiga qaramasdan siz hali Gulistondasiz ko'rinishidagi yozuv chiqyapti.